Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Avtovokzal metro kotelnigidan, vokzaldan vokzalgacha mana samolyotga o'xshaydigan avtobuslarimiz kelgan. Обращаться qilaverasizlar. Realni videolarni ekranga qo'yib boramiz. Mana bunday samolyotga o'xshaydigan avtobuslarimiz kelgan mana aka-ukalar. Обращаться qilaverasizlar. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi. Bizning yo'nalishlarimiz Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Moskva Buxoro, Moskva Navoiy, Moskva Xorazm yo'nalishlari bo'yicha avtobuslarimiz qatnaydi. Komfortabil avtobusimiz. Mana o'rindiqlari ham rosa zo'r. Tog'ajon, assalomu alaykum. Qanday o'rindiqlar yoqdimi sizga? Samolyotga o'xshayganmi sedenalar? Ishonchli ekanmi avtobus? Yoqdimi sharoitlari? Mana zaryadchik stroystorlari ham bor aka-ukalar. Avtovokzal metro kotelnigidan jo'nab ketadigan reyslarimiz. Обращаться qilaverasizlar. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi. Samolyot sifat avtobusimiz kelgan. Ana, brat, qanday avtobus sharoitlari yoqdimi? Zo'r ekanmi? Qayerdansiz, brat? Urgutliklarga tavsiya qilasizmi? Samarqand Urgutdan akamiz. Tavsiya qilasizmi Urgutliklarga? Eson-omon boradi. Xudo xolasa borasiz eson-omon. Mana akalar, avtobusning sharoitlari. Komfortabil avtobusim. Primoy Toshkentga boradi. Monitorlarimiz ham mavjud, zaryadchik stroystorlarimiz ham mavjud. Обращаться qilaverasizlar. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.